Amir avtosavdoda arzonga 2009-yil tayyor Lacetti mashinamiz. Ikkinchi paytisi 300 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraska holatiga kelsak, 20-25% kraska holati bor ekan. Orqa oldilari butun bemalol ko'rsatib tekshiravasizlar. 4 ta yangi balonda turibdi. Salonlarni ham ko'rsataman. Salonlar ham yaxshi holatda, ikkinchi paytisi mexanika, yaxshi hollar. Torpeda shipkalar aktivate qilingan, magnitofon kolonkalari bor, qo'ylari bor, 906 pultlari ham bor ekan. Mashinamizda metan gazda uстановка bo'lgan, tashqi ko'rinishda qirilgan, chizilgan joylar yo'q. Motor, korobka, ходовойda ham asfaltlari yo'q ekan. Bemalol olib, tekshirib, ko'rsatib, baraka qilib olaverasizlar. Hujjatlari sizlar xohlagan hujjatni qilib berishadi. Bu mashinamizni narxini egalar bilan tortishib, sizlar olib mazza qilib haydashingiz uchun $4850 tushirib qo'ydik. 2009-yil, ikkinchi paytisi Lacetti 300 ming yurgan. Egalar nomerlarini qoldiramiz.